O'quvchimiz Muxlisaxon o'zlariga shunaqa luk tikibdilar. Boshdan oyoq o'zlari tikkanlar. Long sleeve ham, yubka, nimchani ham o'zlari komplekt qilib tikkanlar. O'qituvchilarimiz choklarini обязательно ko'rsatishimizni so'radilar. Qaranglar, qanaqa bir tekisda chiroyli chiqqan petlelarni ham hattoki o'zlari ochibdilar. Juda ham zo'r chiqqan. Mana astarini qanaqa turganini faqatgina tikuvchilar tushunadi. Lyuks обработка qilib juda ham chiroyli qilib tikkanlar astarlarini ham. Long sleeve-larini ham o'zlari tikkanlar. Eng asosiysi yubkani ham oddiy qilib tikib qo'ymaganlar, skladkalar bilan juda ham chiroyli qilib tikkanlar. Bittalarni bering-chi endi. Voy, ana xolos. Bu ne go'zallik, juda ham chiroyli chiqqan. O'zingizga nima tikyapsiz hozir? Hozir jinsiy yubka tikyapman. Xudo xolisa bitsa, uni ham ko'rsataman. Yubkani o'zimi uni? Yubkani o'zi. Aha, bo'ldi, uni ham tayyorini kutamiz, xudo xolisa.